Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda dietolog, nutritsiolog nomi ostida faoliyat yuritayotganlar juda ham ko'p. Lekin haqiqiy dietolog qanday bo'lishi kerak? Odamlar buni qanday ajratib olishi kerak? Birinchi o'rinda, har bir dietolog oliy tibbiy ma'lumotga ega bo'lishi shart. Ya'ni tibbiyot institutini, universitetlarini bitirgan bo'lishi talab etiladi. Ikkinchi o'rinda, asosiy mutaxassislik negizida birinchi o'rinda endokrinologiya, ikkinchi kardiologiya, uchinchi gastroenterologiya, to'rtinchi umumiy terapevtik bilimlar juda ham zarur. Chunki kaloriya hisoblash shunchaki dietologlik emas. Ichak ta'sirlanish sindromi, qandli diabet va uning turlari, kreatitlar, oziq-ovqat munosabatlari, yurak kasalliklari va yurak va jigar patologiyalariga oid chuqur tibbiy bilimlar talab etiladi. Undan tashqari, laboratoriyalarni chuqur egallagan bo'lishi, laboratoriyalar bilan ishlashi shunchaki anamnez asosida tashxis qo'yish maqsadga muvofiq emas. Individual yondashuv zarur bo'ladi, universal dieta degan tushuncha yo'q. Undan tashqari, dorilar bilan birgalikda ishlashi, mutaxassis bilan maslahatlashishi zarur. Dorilarni bekor qiling, faqat dietada o'tiring, mana shu sizga kifoya degan gap dietologning gapi emas. Har bir kichik detalni e'tiborga olgan bo'lishi, bemordagi o'ziga xosliklarni inobatga olishi talab etiladi. O'z dietologingizni to'g'ri tanlang. Albatta mutaxassislar orasidan tanlang, bizni kuzatib boring.